Mana noqonuniy bo'lgan multiradar bilan hozir tushib qonuniy gaplashamiz. Uzmasdan oldi. Assalomu alaykum. Qonuniy gaplashamiz kanalidan Jasurbek Nazib bo'laman, avtoyurist. Xo'p, aka. Men moslamani ko'rsatkichlari bilan tanishmoqchiman. Nimasi kerak sizga? Moslamani qiyoslash sertifikati kerak. Amal qilish muddati kerak. Bu birinchi masala. Aka, bitta savolda, ana faoliyatni siz qonuniy deb bilasizmi, noqonuniy deb bilasizmi? Aka, qo'shimcha savollaringizni javob Bo'ldi, ko'rsating. Telefonni olishga majbur emasman. Ichki ishlar organlari to'g'risida qonunning ochiqlik va shaffoflik prinsipi, Konstitutsiyaning 33-moddasi har bir istalgan axborotni olish, izlash va tarqatish huquqiga ega. O'zim xavfsizligim uchun olib turishga majburman. Mana janoblar, multiradar shaxsan o'zimniki. Mana sudda qarori 200 Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 271-moddasi 1-bandiga asosan ish ma'ni foydamga tugatilingan. Lekin men nima uchun bu multiradarlarni bekor qilib ovora bo'lib yurishim kerak? Mana 184 Spark, mana o'sha Spark. Tak, amal qilish muddati 2076. Nomeri tekshirish mayli shart emas, nomer bir xil bo'ladi. Bo'ldi, buni qo'polsangiz ham bo'laveradi. Endi aka, men sizga mana buni ko'rsataman. Multiradar Sirdaryo shahrida tushganman. Mana 184 Sparkdan orqasida turibdi. 375. Mayli, summa katta emas aka. Endi men sizga ko'rsataman. Mana sudda qarori, shaxsan mana shu avtomobilni qani avtomobil nomeri? Oxirini ham olsangiz, Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 271-bandiga asosan meni foydamga hal qilishgan, ya'ni multiradar bekor qilgan. Men Sirdaryo shahrida tushganman. Endi men buni fuqarolik sudiga berib, ma'naviy zarar undiryapman, 5 million so'm. Lekin men o'g'ri bo'lib yuribman, aka. Men sizga bu noqonuniylikni ikkita asos bilan isbotlab beraman. Qarang. Ikkita asosda eshiting. Jasursiz. Jasurjon, bunaqangi masala bo'yicha menga texnikani nimalar sertifikatlarini so'rasangiz, men sizga unutib beraman. Qolgan ma'lumotni bizning axborot markazimiz bor. O'shanga borib bemalol olsangiz bo'ladi. Ma'qulmi? Bo'ldi, aka, ma'qul. Prosta o'zingiz uchun bilib oling. Qarang. Prezident qarori bor 3989. 3989 ichki ishlar to'g'risida qonun. Da, investitsion loyihasini bilasan, maxsus mayoqcha bo'lish kerak, yalt-yalt etuvchi, tovush ishora bo'lish kerak. Vazirlar mahkamasiga aytsangiz, aka, o'shalar chiqargan qaror bo'yicha qo'yiladi. Uni xalq ovora bo'lyapti, aka, bekor qilib. Sudma-sud yo'li. Sog' bo'ling. Mana ko'rdinglar?